Polshada inson salomatligi va xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun ish joyidagi qoidalar juda qattiq nazorat qilinadi. Bu qoidalarni bilish sizni jarimadan ham, baxtsiz hodisalardan ham asraydi. Ish joyida xavfsizlik. Polshada har bir ishchi bezpiechenstvo и gigiyena pratsy, ya'ni xavfsizlik qoidalarini bilishi shart. Ish boshlashdan oldin sizga maxsus instruktaj o'tkazilishi, qanday ish qilish, nimadan ehtiyot bo'lish hammasi tushuntirilishi kerak. Masalan, zavodda ishlasangiz, qaysi tugmani bosmaslik kerak, qayer xavfli, hammasi yozilgan bo'ladi. Tushunmagan hujjatga hech qachon imzo chekmang. Agar qo'l qo'ysangiz, ushbu hujjatni rasmga tushirib oling va biror biluvchiga ko'rsating. Tarjimon so'rashga haqqingiz bor. Himoya vositalari, ya'ni maxsus kiyimlarni, jumladan kaska, qo'lqop, maxsus oyoq kiyim va jiletlarni ish beruvchi bepul berishi shart. Ularni kiymaslik qoidabuzarlik hisoblanadi. Badaniya lekarskiy, tibbiy ko'rik. Aksar ishlarda ish boshlashdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Buni ish beruvchi to'lab beradi. Masalan, agar siz baland joyda ishlasangiz, ko'zingiz, yuragingiz tekshiriladi. Sug'urta, ZUS. ZUS, ya'ni Zakład Ubezpieczeń Społecznych, asosan Polshadagi davlat ijtimoiy fondi, sug'urta fondi va nafaqa fondi bo'lib, pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy badallarni boshqaradi. Biroq bu atama boshqa sohalarda ham qo'llaniladi. Siz rasmiy ishlasangiz, avtomatik ravishda ZUS tizimiga kiritilasiz. Bu sizga davlat shifoxonalarida bepul yoki arzon davolanish imkonini beradi. Masalan, kasal bo'lsangiz, vrachga bepul borishingiz mumkin. Dekret, nafaqa, pensiya ham shu orqali beriladi. Norasmiy ish, ya'ni qora ish xavfli. Jarohat olsangiz hech kim javob bermaydi. Sug'urta ham bo'lmaydi. Ish joyida baxtsiz hodisa bo'lsa, darhol rahbarga xabar bering. Hujjatlarni rasmiylashtirishni talab qiling. Polshada xavfsizlik qoidalariga rioya qilish majburiyatdir. Salomatligingizga e'tibor bersangiz va qonunlarga amal qilsangiz, o'zingizni ham, oilangizni ham himoya qilgan bo'lasiz. Yordam olish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining ekrandagi bepul telefon raqamlariga yoki siz turgan davlatdagi vakolatxonasiga murojaat qiling. Agentlik vakolatxonalari mavjud bo'lmagan xorijiy davlatlarda fuqarolarga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, huquqiy yordam Uzbot Telegram bot orqali ham bog'lanish mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 1282 qisqa raqami yoki +99871 202 3355 raqamiga murojaat qiling.